Biz bugun ertalabdan turib tish doktoriga bordik. Tishim kechasi bilan og'rib chiqdi. Umuman tinchlik bermadi. Undan oldin birinchi archaga kiraylik dedim. Anchadan basi archaga borishga urinyapmiz, lekin umuman qadamimiz yetmayapti archaga, chunki endi mashinaga chiqib boramiz deb Muhammad Solih mashinada uxlab qoldi. Keyin dadamiz uyqusini buzmaymiz deylar, yana uyga sho'ppayib qaytib keldik necha martalab. Bugun ham endi kunduzi ko'rib olaylik, cho'q archani dedim. Muhammad Solih uyg'oq degandim, lekin ming afsuslari bo'lsinki, baribir Muhammad Solih mashinada uxlab qoldi. Dadamiz ko'tarib yurdilar. Qorbobolarni ko'rsatmoqchi edim, ko'rolmadi. Keyin aylandik, katta archalarni yoniga chiroyli yarmarkalar qilib qo'yibdi. Oldingi yillar hech bunaqa bo'lmasdi yoki men ko'rmasdim, bilmayman. Menimcha bunaqa bo'lmasdi. Shunaqa chiroylilab qilib qo'yibdi. Hamma narsa yeguliklar, kachilalar, o'yinchoqlar, hamma narsa bor. Kechqurun chiqish kerak ekan, kechqurun baribir chiroyli bo'ladi, chiroqlari yonib. Keyin biz stomatologga keldik. Mana bu yerdagi stomatolog juda ham chiroyli ekan. Bu yerda meni tishimni rentgen qilib ko'rib, aytdiki, ular tishni ringlab qolgan. Tishni olishimiz kerak sразу dedi. Xo'jayinim keyin yo'q, olmaymiz dedilar, chunki 10 kun oldin boshqa tish doktoriga borganimizda unaqa qilib qo'yaman dedi, plombalab qo'yaman, agar og'risa yana keling dedi. Keyin yana o'zimiz eski tish doktorimizga qaytib bordik. Ular ko'rishdi. Avval ochret juda ham ko'p. Endi juda ham emas, 3 ta 4 ta, lekin endi baribir stomatologga kirgandan keyin odam baribir qolib ketadi-ku. Ungacha Muhammad Solih injiqlik qildi, dadasi bilan o'ynab o'tirdi. Bu yerdagi tish doktorlar, endi men baqa hech ham oldin kelmaganman. Xo'jayinim ko'p kelar ekanlar. Ancha tajribali stomatologlar ishlaydi dedilar. Bu yerda balki haqiqatdan ham necha narxi qimmatroq bo'lsa ham, qimmatroq ekan. Qimmatroq bo'lsa ham, lekin sifatli tish doktoriga kelish kerak dedilar. Xo'jayinim ham bo'pti dedim. Menga nima to'g'rimi, meni cho'ntagimdan ketyaptimi? Keyin tish doktoriga kirdik. Doktor tishimni tekshirib, shu ringlab qolibdi dedi. U ham ringini chiqarib yuboramizda, keyin tishim bir joyga ochilib qolgan edi. Ringni chiqarib yuborib, keyin plombalab qo'yamiz dedi. Xudo xolasa 2-3 kundan keyin kelinglar dedi. Ham bo'pti dedim. Ular og'riq qoldirgan ukollar qilib, dorisini qilib qo'ydi. Keyin uyga kelganimizdan keyin qaynonam shundan chiroyli qilib osh xamirlarni olib bergan ekanlar. Keyin men qo'llarimni o'ynatib, u osh xamirlarni yoydim, shilpillaq qilib berdim. Boshqa viloyatlarda, boshqa shaharlarda bu nima deb ataladi bilmayman. Bizda shilpildoq deyiladi. O'zimga kichkina tarelkaga soldim uni, chunki ko'p yil ishtahamni bo'g'magim kelmadi. Kechki paytga pitsa beraman deydilar. O'sha pitsaga ishtaha saqladim. Prosta shilpildoqni qo'ydim ketgani uchun jindekkina yeb oldim. Qizlarjonlar, sizlar bizga obuna bo'lmayapsizlar. Obuna bo'linglar. Hali qiziq videolarimiz oldinda. Sizlar bizga ko'p yangiliklarni aytaman, xudo xolasa. Obuna bo'linglar.